bilasizlar, Batoshdan 56 ta kompleksni kottejlar tushayotgan ekan. Arentada bunday aytib ketaman. Zaynabdan 200 metr o'tgandan yangi domla qurilayotganining orqasidan ana shu 56 ta kottejimiz tushyapti. Buni qurilish jarayoni ham olib boryapti. 3 sutiga joylashgan. Tepasi mansardni bo'lagan. Shuni obzor qilamiz birgalikda. Ketdi. Закрытый двор, ko'chada stoyanka bolalar o'yin. Bo'l. Kirish darvozaxonamiz. Old taraf shunday naves bilan yopiq bo'ladi. Bu tarafda hojatxona, sanuzel, zeleniy zonasi bilan chiroyligina bo'lib qoladi. Uyimizda kirish. Bismillah. Kattagina hol. Plitalar bilan yopilgan. Ishlarni ham paltaraq ishlab qo'yilgan. Mana birinchi xonamiz, oshxonamiz. Ikkinchi mehmonxonamiz, kattagina tayyorlangan ekan. Mana aka, bitta yotoqxona. Водитель spalni yotoqxonasi. Xo'p, bu yerdan ikkinchilarga chiqayotgan lestnitsamiz bo'ladi, zinamiz bo'ladi. Tepasi katta zal mansardli bo'ladi. Bu esa kottejning 3 sutiga joylashgan, 312 kvadrat, 4 ta xonadan iborat. Narxi 700 million so'ralmoqda. 2 yilga рассрочка ham qilib beriladi. Hech qanday foizsiz nasiya savdo qilib beriladi. Real nol o'tgan real narxi bilan pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilib beringlar.